Assalomu alaykum hurmatli saboqdoshlar. Tayyiba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun balog'at darsimizning 17-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darsimizda muhassanatul lafziyyaning temallari bilan tunib chiqib bo'ldik. Endi biz bugungi darsimizda al-muhassanatul ma'naviyya, ya'ni jumlaning ma'no jihatini go'zallashtiradigan uslublarni va temalar haqida to'xtalamiz. Endi bu jumlaning ma'no jihatini go'zallashtirishning uslublari qaysi xil jihatda bo'ldi deganda, buning uslubini aytib ko'p. Biz bu yerda muhimlarni so'zlab o'tamiz. Birinchidan tavriya, ikkinchidan tibaq, uchinchidan muqobila, husnul ta'lil, ta'kidul madh bima yushbihu az-zam, uslubul hakim qatorliqlar. Unda olsa biz 5-dan tartib kelsak, tavriya. Tavriya degan nima desanglar? Tavriya deganimiz gapni qochirish uchun hamda bir so'z ishlatamiz. Bu so'zningki hammadan biladigan, keng tarqalgan bir ma'nosi bor. Ammo yushirin bir ma'nosi bor, yiroqroq bir ma'nosi bor. Ammo men bu gapni qilgan vaqtimda u hammadan biladigan ma'nosini emas, yushirin ma'nosini maqsad qilib qilaman. Masalan, İbrahim alayhisolamningki podshoh so'g'a vaqtida ayolini so'g'a vaqtida degan qiz qarindishim degan. Endi qiz qarindishim deganni maqsad qilgan vaqtda nimani maqsad qildi? Diniy qarindishni maqsad qildi. Ammo uni nimaninki maqsadida, podshohning maqsadida yoki butun xalqning maqsadida u qarindosh degan desa, diniy qarindoshlik emas, nasab jihatli qarindoshlikni tushunadi. Ammo maqsad qilgan vaqtida boshqa maqsad qildi. Buning bo'ldi tavriya bo'ldi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qilib Madinaga mingan vaqtida yo'ldan bir odam "Siz nereden keldinglar?" deb so'ragan vaqtida payg'ambar sallallohu degan "Nahnu min ma" degan. Biz suvdan keldik deb. Degan ma deb bir yana ism baxshaydi, shu joydan kelgan o'xshaydi deb deb o'tib ketgan, ammo orasida uni nimani maqsad qilgan? Biz degan insonning paydo bo'lishi, shu suvdan paydo bo'ldi inson deb ma'ni maqsad qilgan. Demak, tavriya degan nima desanglar? Tavriya deganimiz bir so'zningki oshkora hammadan biladigan ma'nosini emas, uning yiroq, yushirin ma'nosini maqsad qilib ishiltish buning bo'ldi, tavriya bo'ladi. Tavriya deganimiz ta'rifuhu, uning tunishtirilishi lug'at jihatda sitr va ikhfa, yo'gash, yushirish degan ma'noda, istilohiy jihatda ayyadhkura lafzun lahu ma'nayan. Bir lafzini so'zlash, uning ikki xil ma'nosi bor. Ikki xil ma'nosi va lafzini so'zlaymiz. U ikki xil ma'noning birisi qaribun, yaqin, yatabadaru fahmuhu min al-kalam. Uni tushunish jumladan ayati tiz keladi odamlar uning tushunchisi. Va yana birisi ba'idun huwa al-murad bil ifadati li qarinatin khafiyya dedi. Va yana bir yiroq ma'nosi va huwa al-murad bil ifada. Ifodalash bilan bo'lgan maqsad shu mishqa li qarinatin khafiyya. Yushurun bir qarina dalil bo'lganlik uchun deymiz. Uning misoli masalan أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. Sizin şiirinizning beytleri qasrga o'xshash. Wala qusura, hech qanday bir qasri yo'q. O qasrlardan ya'uqu cheklaydigan. Ya'ni sizin şiirinizning beytleri qasrga o'xshash demakchi, go'zal demakchi. Wala qusura, hech qanday bir qasri yo'q, degan hech qanday bir go'zal she'ri yo'q. O sizning she'ringizning go'zalligini cheklaydigan. Uningdan go'zal she'r yo'q demakchi. Endi biz maqsad keldik endi tuanda. Va min al-ajaibi labduha hurrun. Uning ajoyiblarining qatoridan, ya'ni sizning she'ringizning ajoyib ishlarining qatoridan uning labzi hur, erkin, azoda. Va ma'naha raqiqu. Uning ma'nosi qul. Endi qaraydigan bo'lsak, raqiq degan gap degan gap, qul degan gap. Bizning biladigan eng keng tarqalgan ma'nosi shu. Ham beshida hul deb bo'lgandan keyin raqiq degan qul degan ma'noni ifodalashi mumkin deb bizning zehnimizga eng tez keladi. Ammo bu yerda maqsad qilingan u emas. Tavriya bor bu yerda. U qaysi? Raqiq degan yiroq bir ma'nosi, u bo'z qaysi? Sahlun degan gap. Oson. Ya'ni uning ma'nosi oson. Labzi erkin, ma'nosi oson demakchi. Demak, bir so'zni hammadan ma'nosini biladigan maqsadda emas, tushunmaydigan yoki yiroqroq, tushunmaydigan emas, tasroq tushunadigan, zehniga tezlik kelmaydigan bir ma'nosini maqsad qilib ishlatish buning bo'ldi, tavriya bo'ladi. Endi ikkinchi temasi bizning muhassanatul ma'naviyyaningki tibaq. Endi bu tibaq nima desanglar, tibaq deganimiz u ma'no jihatdan qarama-qarshi bir so'zni bir jumlada ishlatish. Masalan,
Huvel cem'u beyne ma'neyn mutakabileyn dedi. O karma karşı iki ma'nini cuglaş. Beyne. Karma karşı iki ma'nini qanday qilish? O'tirishni cuglash bir cümlede. Ve tahsabuhum ayqada ve hum ruqud. Ularni sen ayqad degan nima? Uxlayotgan deb gumon qilsa, vaholanki o'yg'oq. Demak, ayqad uxlash, ruqudchu. Ya ayqad o'g'oq, ruqudchu uxlash. Demak, qarama qarshi ma'no qo'sh qilsa, birisi uxlash, birisi o'yg'oq. Buni bir jumlada ifodalash, buning bo'ldi tiboq bo'ladi. Endi bu ikki turlik bo'ladi. Birinchisi tibaqul ijob. Tibaqul ijob degan nima desa, bu ikkili qarama qarshi so'z ijob va ya'ni musbat va manfilik jihatda o'xshash. Ya ikkilisi musbat ya ikkilisi shu manfi. Masalan, va huwa ma lam yaxtalif fihi ziddan ijaban va salban. Tibaqul ijob deganimiz bu ikki qarama qarshi so'z ijob, ya'ni musbatlik va salban va manfilik jihatda o'xshash bo'lgani. Ma lam yaxtalif degan gap ixtiloflashmagani degan gap o'xshash bo'lgani. Masalan, uhibbus sidqa va ukrihiz zulma. Qaranglar. Mavjumdumi tibaqwa deymiz. Sidqa uhibbu va ukrihu. Uhibbu va ukrihu. Chunki yaxshi ko'rman bilan yomon ko'rman nima? Qarama-qarshi. Qarama-qarshi ikki so'zni bir jumlada ishlashni bo'ldi, tibaq bo'ladi. Endi uhibbu mu ijob, ya'ni musbat, ukrihu mu musbat. Oldida la yo'q yoki ma yo'q. Bu ikkilisi shunda ijob jihatda yoki salbilik jihatda mas bo'lsa buni bo'ladi tibaqul ijob bo'ladi. Ikkinchisi tibaqus salb. Tibaqus salb degani nima? Dal aksi. Ya'ni ijob va salbiylik jihatda o'xshash bo'lmagani. Masalan, va huwa maxtalafa fihi ziddan ijaban va salban. U qarama-qarshi so'z ijob va salbiylik jihatda o'xshash bo'lmagani. Masalan, uhibbu sidqa va la uhibbu zulma dedik. Endi bu yerda uhibbu sidqa va la uhibbu zulma. Men rasullikni yaxshi ko'raman, zulmni qanday qilmayman? Yaxshi ko'rmayman dedik. Uhibbu qanday yaxshi ko'raman. Va la uhibbu yaxshi ko'rmayman. Ikkilisi nima? Qarama-qarshi. Ammo uhibbu degan bu musbat, la uhibbu manfi. Demak, musbat manfilik jihatda qarama-qarshi holatda ikki zid so'z bir yerga kelgan bo'lsa, bu tibaqus salb bo'ladi. Unda bo'lsa o'qishlar, bizning ikkinchi temamiz bo'lgan tibaqmi tugidi. Buning oxirida ko'nikma berilgan. Buni sizlar ishlaysizlar. Endi 3-temamizga kelamiz. U qaysi deganda muqobala. Muqobala nima degan nima desanglar? Buni ayt oson. Hiya ay yu'ta bi ma'nayn aw akthar, thumma yu'ta bima yuqabilu zalika ala tartib. O ikki ma'noni keltirish, ikki ma'na yoki undan ko'prog'ini keltirish. Ondan keyin o'sha ikki ma'niga yoki undan ko'proqqa qarama-qarshi keldig'ini tartib bo'yicha keltirish. Misolni ko'rsangiz tushunasizlar. Misoli, falyadhaku qalila walyabku kathira. Endi ta'rifat qaranglar. Ay yu'ta bi ma'nayn aw akthar. Ikki dona ma'na degan gap, ikki dona so'z demakchi. Ikki dona so'z yoki undan ko'proq so'zni keltiramiz. Masalan, falyadhaku qalila. Falyadhaku bir so'z, qalila bir so'z. Ikki so'zni keldik. Ondan keyin o'shaning qarama-qarshi so'zni tartib bo'yicha keldik. Masalan, birinchisi falyadhaku kelgan bo'lsak, undan keyin walyabkun keldik. Qarama-qarshi keldig'ini. Qalilaga kathirani keldik. Demak, ikki dona yoki undan ko'proq so'zni kelib, undan keyin shu so'zga qarama-qarshi so'zni tartib bo'yicha keltirish nima bo'ladi? Muqobala bo'ladi. Falyadhaku kulish, qalila az, walyabku yig'lash, kathira ko'p. Tartib bo'yicha udlashtirsak naq tushadi. Endi to'rtinchisi husnut ta'lil. Husnut ta'lil. Husnut ta'lil degan nima desanglar, ta'rifi endi ay yunkira al-adibu sarahatan aw dimnan 'illata ash-shay' al-ma'rufa wa ya'ti bi'illatin ukhra adabiyya tarifa tunasibu al-gharad allati yaqsidu ilayhi. Hamda deydi. Husnut ta'lil deganimiz endi bir narsaning hammamiz ko'rishlik bir illati bor. Kitob qaramay turinglar. Shu illatini inkor qilib, boshqa xil bir illatni noyta bir xil hikmat bilan tarifa degan gap, adabiy uslub bilan boshqa bir illat akilish buni bo'ldi, husnul ta'lil bo'ldi. Masalan, qarab turing.
Bizning nazarimizda, shundaqla ulamolarning nazarida kun nima uchun sag'iradi? Kun patqa vaqtda sag'iradi. Yoki shu chiqqan vaqtda qizdiradi, sag'iradi. Shunaqa. Ammo bu biz hammamizga tanish bo'lgan bir illat. Endi shoirdan birisi bir odamni maqtash uchun kun bakag'i sag'amidi, sizdan oylashga chitimay sag'adi desam, bunun buldu husn ta'lil bo'ladi. Qaranglar. Ayunkir al-adibu sarahatan aw dimnan illata shay'il ma'rufa. Adib ma'ruf bo'lgan narsaning illatini oshkora yoki yushurun jihatda inkor qilib va adabiy uslub bilan o maqsad qilgan g'arazga mos keladigan adabiy uslub bilan boshqa bir illatni akilishi bunun buldu husn ta'lil bo'ladi. Masalan, misoli amma dhuka'u falam tasfarra iz janahat illa li furqati zaka al-manzar al-hasan. O'z vaqtidagi shoirlar shundaq adabiyki, bu shundaq maqtov etadi podshohlarni. Mundaq maqtagan gapga qaranglar. Podshoni maqtab degan gapmi u? Amma dhuka degan gap quyosh degan gapmi edi-ku? Dhuka quyosh. Amma quyosh falam tasfarra iza janahat. Sag'amidi iz janahat. Pasliga vaqtida sag'amidi, o kun patqil qopqa vaqti sag'amidi o quyosh. İlla faqat sag'adi li furqati zaka al-manzar al-hasan. Osh güzel manzardan ayrılğanlık uchun şu podshoday bir güzel manzardan ayrılğanlık uchun kun qana qildi? Sag'adi deb bunda ifodalagan gap. Bunun buldu husn ta'lil bo'ladi. Bu ma'na jihatdan güzelleştirishning bir uslubi. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Buning oxirida davom bor. Buni biz kerak soatda o'qiymiz. Kerak soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. لو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت